Assalomu alaykum. Xudo xolasa yana bitta xonadonni mana montajlarni davom ettiryapmiz. Hop, mana kat yo'limizni o'rnatdik. Ekspert kat yo'l. Bu kuxunni mebelda burchak qatorida bo'ladi. Kuxunni mebelda ichiga kirib ketadi. Mana tagini ham, fartugining o'rniga ham eshik qo'yadi. Sababi liniyamizni ikkiga bo'lib yubordikda mana. Bittasi topli polga Trexadovoy bilan Barbary firmaniki. Epan asoslarimizni qo'ydik 425. 4 talik kollektorimiz bor xolos. Bu kuxnyamiz tagida o'shanda qolib mebel tagida qoladi. Bunisi отопление sistemamizga mana chexollarni kiygizib, chotki qilib qo'yildi. Issiq suv, sovuq suvlarimiz kuxnyaga. Meniki mana kir mashina bilan kuxnyaniki. 45 gradusli mana 76 turbalar bilan ikkita pola atvatda qilib atvat bo'ldi mana. Tushayotgan kanalizatsiya suvi urilib yaxshi anaqada ketadi liniyada. Sovuq suvlarimiz kelyapti. Mana bu xonamizda ikkita hammomga montajlar qildik. Mana bu yarim g'isht devorimiz bo'ladi. Yarim g'isht devorga orqasiga chorni reka qo'yib qotirib oldik. Unitazda mana kanalizatsiyasini qo'yib qo'ydik, cho'p siljimasligi uchun. Mana devorning ichida urib oladi. Buni ham mana simga baylab, qattiq simga chotki qilib qimillamaydigan qilib, taylarni to'ldirilganda o'rnini yo'qotmaydi. G'ishtda urganda mana shuni ichini g'ishtda o'rnini qoldirib urib ketadi. Mana shu devorning ichida qandoq qo'yilgan bo'lsa o'shanda ishlayveradi. Mana bu dushni o'rnini chiroyli qilib shuvab qo'ydik, glazovlarni to'g'irlab, uringa qo'yib, bu kuxnyamizning o'rnini, moykani o'rnini, rakvina. Mana o'z unitazga sovuq suv. Bu atobleniyamiz mana kelib, xudo xolasa, chiqib kirib ketyapti narigi uyga. Materiallarimiz bu mana dushdiki, stoyachiy dush bo'ladi bu yerda. Oyoq tagiga trap tashalgan. Bu ham unitazimizga suv bo'ldi. Endi mana xonadonlarga Akfa O'zbekistonda ishlab chiqarilgan panelli radiatorlarimizni uстановка qildik. Poltadan yurdi, podacha biratganmiz. Doktorubni mana komfort. Bu yerga 1.40lik panelli radiatorimiz qo'ydik, eniga 50. Bu tomonida mana kranlarimiz, turetskiy kranlar tushdi. Turetskiy laton kranlar nimasi yaxshi? Ancha yillar hunar ko'rsatmay yaxshi ishlaydi. Bu xonamiz katta bo'lgani uchun bu xonamizga 1.80 ga 50 qo'ydik. Mana bu yoqda o'techkamiz bor ekan, o'techkani bartaraf qildik. Xudo xolasa. Yana bitta kichkina xonamiz bor. Bu xonamizga ham 1.20 ga 50lik o'rnatildi. Mana 1.20 ga 50lik. Chotga chiqdi. Xudo xolasa mana shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol 24 ga 7 xizmatdamiz. Telefon qilaverasizlar.